kun issiq, qattiq chanqadim. Ichimlik suv keltirdim. Avvalo Rasulullohga uzatdim. Iching ya Rasululloh. Abu Bakr aytadilar. Rasululloh suvni ichganlari sari mening chanqog'im bosilardi. Ya Alloh, Rasululloh suv ichsalar Abu Bakr qoniqsin. Bunday muhabbatning o'xshashi bor. Uhud jang maydoniga ansorlardan bo'lgan bir ayol kirib keldi va baland ovozda dedi: "Menga Rasulullohni ko'rsating. Rasululloh omonmilar? Rasululloh qanilar?" U ayolning yo'lini to'sishning imkoni yo'q edi. U ayol shiddat bilan borayotgan jang bo'roni ostida suyukligi Habibi Nabiy alayhissalomni izlayotgan. U ayolga aytildi: "Otang shahid bo'ldi. Ering shahid bo'ldi. O'g'ling shahid bo'ldi." Ayol o'z-o'zlariga parvo qilmasdi. Nihoyat Habibi Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ko'rganida u zotning erkaklaridan mahkam ushlab: "Onam sizga fido bo'lsin ya Rasululloh. Siz omon ekansiz. Men boshqa musibatlarga parvo qilmayman" dedi. Bunday betakor muhabbat yana qayda bor? Bilol ibn Abu Raboh, Rasulullohning muazzinlari. Sarvar koinot sallallohu alayhi va sallam vafot etganlaridan keyin Bilol azon ayta olmay qoldilar. Atrofga qaraganlarda har bir narsa u zotga Rasulullohni eslatardi. Shu sabab Madinani tark etishga majbur bo'ldilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu amirlik davrlarida Bilol Madinaga qaytib keldilar. Bundan xabar topgan Hazrati Bilol nihoyatda xursand bo'ldilar. Masjid sari kirib kelgan Bilolni kutib olgan o'zlari chiqdilar. Marhabo ey Bilol. Ikki do'st o'zaro suhbatlashib bo'lishgach, Hazrati Biloldan ilk iltimos qilingan narsa shu bo'ldi. Ey Bilol, ey Rasulullohning muazzinlari, bizlarga bir azon aytib bering. Rasululloh davrlarini bizlarga bir eslating. O'sha davrlarni bir eslaylik. Hazrati Bilol aytdilar: "Ey mu'minlar amiri, o'tinaman sizdan. Meni bunga majburlamang. Ko'zim Rasulullohga tushmasa azon ayta olmayman. Shu vaqt masjid ichiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nabiralari Husayn radhiyallohu anhu kirib keldilar. Uni ko'rgan Bilol radhiyallohu anhu yig'lab yubordilar, chunki Husaynning nurli yuzidan Rasulullohning timsollari balqib turardi. Husayn ham ko'rib xursand bo'ldi. U ham ilk so'ragan iltimosi shu bo'ldi: "Ey bobomning muazzinlari, ey Bilol, bizlarga bir azon aytib bering. Bizlarga Rasululloh davrlarini bir eslating." Endi bu iltimosni rad qilishning imkoni yo'q edi. Chunki bu iltimos Habibullohning suyuklik nabiralari Husayn radhiyallohu anhu taraflaridan so'ralayotgan edi. Rad etishga unamagan Bilol radhiyallohu anhu azonga shaylandilar. Jarangdor ovozlari bilan azon ayta boshladilar. Allohu akbar, Allohu akbar. Bu tanish ovozdan butun Madina larzaga keldi. Yosh, qari, erkak, ayol, hatto go'daklar masjid sari yugurishar, hayqirishardi. Rasululloh qaytib keldilar. Rasululloh qaytib keldilar. Madina ahli masjid sari oqib kelardi. Hamma yig'lagan. Hazrati Bilol bu holatdan xushlarini yo'qotdilar. Bilol radhiyallohu anhu bu muhabbatda o'lgunlaricha sodiq qoldilar. Hatto o'lim to'shagida yotarkanlar qattiq yig'ladilar. Insonlar o'limdan shunchalik qo'rqasanmi ey Bilol deb so'rashdi. U zot javob berdilar: "Yo'q,
bunday fikrni xayolingizga ham keltirmang. Men hayotim tugab borayotganidan yig'layotganim yo'q. Do'stlarim diydoriga musharraf bo'lish sevinchidan yig'layapman. Axir necha yillar ayriliqda bo'lgan Habibim Rasululloh yo'llariga ketayapman-ku. Ha, u zot jo'shqin muhabbatlar bog'lab turgan Sayyidul Anbiyo payg'ambar alayhissalom istiqboli umidida obidida qilayotgan edilar. Bu sahobalar tarafidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan cheksiz muhabbatlari namunasi edi. Zero ular mana shu muhabbat evaziga radhiyallohu anhum bo'ldilar. Shu bilan birga Rasulullohning bizlarga aytib mujdalari ham bor. Kunlarning birida u zot qattiq yig'ladilar. U zotdan so'rashdi: "Ya Rasululloh, yig'ingizning sababi nima?" Rasululloh javob berdilar: "Birodarlarimni sog'indim." "Bizlar birodaring emasmizmi, ya Rasululloh?" "Sizlar meni ashoblarimsizlar. Mening birodarlarim meni ko'rmasdan turib menga iymon keltiradilar. Biz ko'rmasdan turib iymon keltirdik Rasulullohga. Ko'rmasdan turib muhabbat qo'ydik u zot sallallohu alayhi vasallam. Shu bilan birga men Rasulullohning haq ummatiman degan har bir musulmonga u zotning muborak salomlarini yetkazmoqchimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh."